Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz va YouTube kanali kuzatuvchilari. Mana bugun yakshanba, bozordan mashinalarimizni olib tushib bir maza qilib, tomosha qiladigan qilib bir obzor qilishni ma'qul topdik. Xo'p, videoda oxirigacha ko'rasizlar. Mashinani xullas yaxshilarini terib qo'ydik. Xudo xolasa kimga nasib qilsa maza qilib minadigan hammasi. Xo'p, birinchi mashinamizni original Kia K5 ni noodatiy, chiroyli qilib navrot qilingan K5imizdan boshlaymiz. K5imiz 2023. Xo'p, bu 5-pozitsiya. Head-up, mid-up hamma narsasi bor. Manaqa kargonlarda mana bu yubkalarni ham ajoyib qilib. Buni oldin ham obzorini ko'rsatdim. 23 ming, 60 ming yurgan mashina. Buni o'zimizning nomimizda bu ham. Xo'p, bakovoylarini ham karbonlar bilan afsola qilgan. Krugovoy tonirovkasiga ruxsatnomalari bor. Mana Navorochinni Kia K5 minaman deganlar, mana rangi ham chiroyli. Dartman Blue'ga o'xshagan to'qroq. Mashinani holati yaxshi, minishga tayyor. Xullas hech qanaqa rasxod yo'q. Zapaska ballonlari ham yer ko'rmagan, svejiy mashina. Ko'ringlar, Kia K5. Bu mashinamizni 23.500 dollar deb baholadik. Buni Devo mashinalarga barter qilamiz. Xo'p, 8 ming, 10 ming puli borlarga bank ham qilib bersak bo'laveradi. O'zbekistonda hamma viloyatiga dostavka qilib yetkazsak ham bo'laveradi. Mana mendan salonlarni ham bir ko'rsatib qo'yaveringda. Xullas, mashinani oldin o'zimiz ko'ramiz, keyin yoqsa, keyin pul sanab, keyin manaqa obunachilarimizga tavsiya qilamiz. Xullas, mashinamiz sotuvdi. Keyingi mashinamiz Malibu 2. Malibu 2miz ham holati yaxshi. Buni Samarqand viloyati Urgut tumanida buni bitta Kia K5imizga barter qilib oldik, mashina yoqqan uchun. Mashina 94 ming probegda, kraskalari top toza, 2019da oxiri. 1,5 likni fuli. Yurish, turish holatlari yaxshi. Hech qanaqa rasxoti yo'q mashinani. Bu ham minishga tayyor. Bu mashinamizni 19.500 dollar deb baholadik. Yana ozgina kam ko'si bo'lsa yo'lini qilib beramiz. Buni ham Devo mashinalarga barter, O'zbekistonda hamma viloyatiga dostavka qilamiz. 8 ming, 10 ming puli borlar bo'lsa bank ham qilib bersak bo'laveradi. Xo'p, bu mashinamiz Captiva 4. Eng oxirgi avlodi. Bunaqa Captiva 4ni ozroq yurgandan ko'pchilik so'raydi, marhamat. So'raganlar talablariga binoan Captiva 4. 70 mingdan oshiqroq yurgan 2018. Kraskalari top toza. Xullas minishga tayyor. 4 ta yumshoq ballon. Xudo xolasa bu ham o'zimizning nomimizda generalni qanaqa hujjat bo'lsa qilib beraveramiz. Bunga 4 ta 30 talik oxirgi avlod metan gaz ham ustanovka bo'lgan, tayyor minishga. Holatlari yaxshi. Captiva 4ni tinig'idan minaman deganlar, marhamat. Buni 18.800 dollarga beramiz. Buni ham Devo mashinalarga barter qilamiz. Hop. Buni ham 8 ming, 10 ming puli borlarga bank ham qilib beraveramiz. O'zbekistonda hamma viloyatiga dostavka qilaveramiz. Mana podarishnik qilib, upakovka qilib tayyor qilib qo'yganmiz. Bunday tayyor qayerga bo'lsa kiraveradi. Hammaga mana shunaqa bir ota-onalariga shunaqa chiroyli Captivalar nasib, sovg'a qilish nasib qilsin. Mana ko'ringlar. Buni ham tayyor qilib qo'ydik musofirdagi obunachilarimizga. Xo'p, keyingi mashinamiz
Neta S. Hozir nima ismi ati yodimdan ko'tarilib olishga sal qoldi. Neta S. Endi sekin-sekin mana shunaqa Xitoyda yaxshi originallariga ham o'tyapmiz. Xudo xolasa endi mana shunaqa yangi mashinalar ham e'tiboringizga havola qilib turamiz, xudo xolasa. Bu mashinamiz 2024 oxiri to'g'ri Xitoydan keldi. Nomer qadadik. Xullas hali O'zbekistonda hali yurmadi. Xo'p, kelguncha 900 kilometrmikin bo'ldi endi probegi. Xullas pashti masla mashina. Ko'ringlar, bu ham bir noodatiy o'zgacha neta. Bu mashinamiz ham tokka ham benzinga harakatlanadi. Manaqa bezramishni aynaylar. Mana kojinli salon, panorama tomlari bilan. Bu mashinamiz ponni bok bilan 1200 kilometr benzin tok bo'lib yuradi. Bu ham o'zimizning nomimizda. Bunga ham qanaqa hujjatlar bo'lsa qilib beramiz. Mashina juda chiroyli, o'zim shaxsan o'zimga yoqdi. Yoqqani uchun oldim. O'zim haydab ko'rdim. Bu ham xullas ish juda chiroyli. Agar videoda ko'rinayotgan bo'lsa, ancha gabariti ham katta mashinani. Buni $27,000 ga beramiz. Yangi masla Neta S7'mizni. Neta S7 emas. Mana ko'rishinglar mumkin. Mashinamiz sotuvda. Buni ham Devo mashinalarga barter qilamiz. O'zbekistonda hamma viloyatiga dastavka qilib yetkazsak ham bo'laveradi. Xo'p, buni ham 13,000-15,000 puli borlar olsa 1 yildan 5 yilgacha bank qilsak ham bo'laveradi. Avtosalonlarda salkam 30,000 turadi bu mashina. Marhamat, ko'rishinglar mumkin. Neta S 900 kilometr yurgan mashinamiz sotuvda. Xo'p, bu mashinamiz bu ham original mashinalardan Mazda CX-9. Mashinaning holati ancha a'lo darajada. Bu mashinamizni xo'p, holati yaxshi. Endi buni yaxshi odamlar haydagan mashina. Kichchashi bokda oldida ozgina pitnosi bor. Salonlari ham tayyor, monitor, xullas 360 kamera, hamma narsasi bor. Xullas bunaqa mashinalarga haligi nima deydi? Qop hasha yuklaydigan mashina emas. Buni egalari unaqa yuklamaydi. Shuning uchun mashina urilmagan. Holati yaxshi. 200,000 dan osha mil yurgan. Motor, korobka, hadovoylari zo'r. Bu mashinamizni $12,500 ga beramiz. Diskalari ham o'ziga yarashganini qadab qo'ygan. Buni ham Devo mashinalarga barter qilsak bo'ladi. O'zbekistonda hamma viloyatiga dastavka qilib yetkazsak ham bo'ladi. 6-7 ming puli borlarga bank ham qilib bersak bo'ladi. Ko'ringlar, Mazda CX-9. Bu yaponskiy mahsulot. Bu Yaponiyaning mahsulotlarini bilganlar biladi. Juda yaxshi ishlagan bo'ladi. Bular hali qarab yursa, yana bir 10-15 yil xizmatini qiladi odamni. Ular mashinalarimizni chiroyli holatda qilib, hozir mashinalarimiz ko'p, joyimiz uyimizga siqqancha hozir ko'rsatyapmiz. Xo'p, tashqarida yana sotuvdagi tayyorlanadigan mashinalarimiz ham bor. Bular qorong'i bo'lsa ham bir ko'rsatib qo'yinglar, operator. Xo'p, bu mashinamiz ham sotuvda 940'imiz. Bu ham Captiva 4. Bu mashinamiz Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumaniga bu nasib bo'lgan. Bunga zaklad tashlash bergan. Bu mashinamiz, bu ham Captiva 4 2018. Buni ham xudo xolasa kamchiliklarni qilib sotuvga tayyorlaymiz. Xullas, yana Captiva 4da bir yo'lidarog'i kerak bo'lsa ham aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa mashinalarimiz sotuvda. Bitta Mercedes ML'imiz ham Buxoro viloyatiga nasib bo'lgan. Kelgusi haftaga
Mashinalarimizdan ikkita mashinamiz sotildi. Yana kimga yoqqan bo'lsa, yana baraka topqizib, qo'shib O'zbekistonning qayeriga bo'lsa, o'sha yerga dastavka qilib yetkazib beramiz. Musofirlarga yetkazib beryapmiz ham. Xudo xohlasa kanalimizda ko'rayotgan bo'lsanglar. Xullas, mashinalarimiz tayyor. Hurmatli obunachilarimiz, YouTube kanali kuzatuvchilari, mashinalarimiz yoqqan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Ya'ni tushunmagan gaplarni telefonda, Telegram, WhatsApp orqali gaplashamiz. Bizdan uzoqlashmanglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Obuna bo'lib qo'ysanglar, Xudo xolasa yangilikni zo'rlari hali oldinda. Biz harakatdamiz, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Hammaga omad, hammaga shunaqa mashinalar nasib qilsin. Salomat bo'linglar, rahmat e'tibor uchun kattaga. Omad.